Assalomu alaykum doktor. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling o'tiring. Ukam, onangizni analizlari biroz salbiyroq chiqdi. Doktor, onamning kasalligi shunchalar jiddiymi? Ha. Afsuski shunday. Bugungi kunda bunday operatsiyalar faqat chet davlatda qildiriladi. Doktor, nima kerak bo'lsa topib beraman. Onam tuzalib ketsa bo'ldi. Tushkunlikka tushmang. Hali umid bor. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat doktor. Xo'p, salomat bo'ling. Onangizni analizlari biroz salbiyroq chiqdi. Bugungi kunda bunday operatsiyalar faqat chet davlatda qildiriladi. Do'stim, zudlik bilan menga pul kerak. Ha, tinchlik. Onamni Hindistonga olib borib operatsiya qildirishim uchun. Xo'p, kecha ko'rishamiz. Kechirasiz birodar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana bizda Hindistonga yordam beradi. Rostdan, Qani bir analizlaringizni ko'raylik. onamning mazzalari yo'q edi. Shunga Hindistonga olib borib davolatishim kerak. Bo'ldi, yordam beramiz. Sal chetroq o'taylik. Bu masalada birortasi bilan gaplashdingizmi? Yo'q hali. Bilasizmi, bunga faqat ko'proq mablag' ketadi-da. Qancha mablag' kerak bo'lsa beraman aka. Faqat onam tuzalib ketsa bo'ldi. Bo'ldi, ertaga pul bilan kechga shu yerda ko'rishyapmiz. Men bugun analizlarda Hindistonga yuboraman. Ertaga siz bilan shu yerda o'z vaqtida ko'rishamiz. Xo'p aka. Kech qolmang. Ertaga shu yerda ko'rishamiz. Mayli, sog' bo'ling. Do'stim, yaxshimisan? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Onamning mazzalari yo'q edi. Hindistonga olib borib davolatishim kerak. Hindistonga olib borgan tanish topdingmi? Bir insonni topdim, faqat unga ertaga pul olib borib berishim kerak. Taniysanmi uni? Yo'q, shu ish bilan shug'ullanishini aytgandi. Meni bir tanishimning akasi yaqinda Hindistonga borib World klinik orqali davolanib keldi. Agar xohlasang tanishtirib qo'yaman, senga yordam berishadi. Rostdan, zo'r bo'lardi. Ketdik bo'lmasa. Mayli, yurchi, boraylikchi. World Clinic kompaniyasi tomonidan quyidagi xizmatlar tashkillangan: bemorni xavfsiz kuzatish va Hindiston davlatida kutib olish, transport, tarjimon, mehmonxonaga joylash, muolaja yakuniga qadar siz bilan kompaniyamiz xodimlari yonma-yon bo'lishadi. Hindiston davlatida ko'zga ko'ringan nufuzli bo'lgan Shalby Center, Paris Hospital, Marengo Asia Hospital, Akash Hospital klinikalarda muolajalar olib boriladi. Eng asosiysi, donor bemorga 100% tushgandan so'ng operatsiyadan 2 kun oldin to'lov amalga oshiriladi. Assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Alaykum assalom. Sizga dorilaringizni olib keldim, onam. Voy, nima qilarding bolama, shuncha pulga olib. Onajon, bu dorilar 6 oygacha bepul ekan. Voy, munchayam yaxshi ekan-a? Qo'shimchasiga World Clinic tomonidan Hindistondan keladigan doktorlarning qabuli bepul ekan. World Clinic ishonchli tanlov.